Assalomu alaykum. Bir umr to'lmaydigan kanalizatsiya. Yangi chaqaloq tug'ilsa-yu 60 ga 50 ga kirgungacha to'lmaydigan kanalizatsiya. Akalar, kачествосini mana qo'lda bilan silab ko'ramiz. Yana bo'yalgan joyiga, tayyorlangan joyiga urding demanglar. Bo'yalmagan, o'zini zavodga joyiga ham kuchim boricha uramiz. Akalar, singan bo'lsa javob berishadi 50 yil. Nimaga? Bu nima uchun kerak o'zi aslida? Uyingizdan yarim metr, 40 cm, 1 metrda suv chiqadi. Ana shu joyga ko'mib berishadi, 50 yil garantiya berishadi. Umuman to'lmaydi. Qanaqa to'lmaydi deganlarga videoda oxirigacha ko'rsangiz to'liq ma'lumot beramiz. Yetkazib berish dastavkalari bor. Garantiyasi bexijolat, shunchaki gap emas. Videoda oxirigacha ko'rsalaring bo'ldi. Bizda yangilar shu 10 tarafda qizil podpisasi tugmachasi boshini bosib qo'yinglar, akalar. Faqat bittadan like deb bosib, do'stlarga podpisa qilish eslaridan chiqmasin. Videoda boshladik. Eng qizig'i oxirini aytib o'tay, molxonalarga ham qo'ysa bo'lar ekan. Fermer akalarimiz bormi? Molxonalarda ham endi hidlanmas ekan. Ketdik bo'lmasa. Muzaffar aka, avvalambor assalomu alaykum. Tanjoy salom aka. Rahmat aka, sog'lash. Videoda ko'pirtirib gapirib qo'ydik. Haqiqatan ham bir umr to'lmaydigan kanalizatsiya deb qo'ydik. Nimasi bilan bir umr to'lmaydi aka? Shuni to'liq ma'lumot bering aka. Buni to'lmasligining sababi aka, buni bakteriya bilan ishlaydi. Kamerasi bor. Kelgan axlat birinchisiga tushadi. Bu kameradan sliv bo'lib o'tib, toza suv bo'lib chiqib ketadi. Bu birinchisida tushgan axlat kamerada bakteriya bilan ishlab suvga aylantiradi. Aqi cho'qindi bormasligini hisobiga yerda to'lish bo'lmaydi, yopiq dirnaj qilinadi, yerga singib ketaveradi shu suv. Shu tartibda ishlaydi. Katta obyektlar uchun ham shu xuddi shu. Katta obyektlar uchun ham shu. O'sh katta obyektlarga keyin hozir kattalarimiz bor edi, bu yerda sotilib ketdi. Katta odam bo'yi, 2,5 metrliklarimiz bor edi. Bular mashinalar ham misol katta obyektlarga, misol katta mashina yuradigan joylarga yerdagida ko'mib yuborilsa, xotirjam o'tiradigan kanalizatsiya. Sinmaydi aka, buni hozir buni aytyapmanki, anu kuvalda joyi bo'lsa 10 kilota, u kamaz aka 10 tonna bo'ladi. Bu yarim metr yo bo'lmasa 40 yer tagida qolsa sinmaydi. Javob beramiz. Javob beramiz. 10 tonna. Nimalar qanaqa bo'ladi bunda? Buni servis xizmati aka shu 1 yilgacha, misol 1 yil 2 yilgacha muammo bo'lib to'ladigan bo'lsa, biz servis xizmatimiz bor. Bepulmi yo pulli? Bepul xizmatimiz bor. Olganga yarasha dogovor bo'ladi, bepul xizmatimiz bor. Xudo xolisa o'sha bakteriyasini tashab tursa, to'lmaydi aka. Bakteriyalarni aytib o'tamiz. Bakteriyalarni ham aytib o'tamiz aka. Buni ishlash tartibi shuni bakteriyadan ishlaydi. Asosiysi. Buni yetkazib berish qanaqa bo'ladi? Yetkazib berish vodiyga, misol vodiyga dastlabkilarimiz bor, kichiklarimizda. Endi bu kattalarda, katta obyektlar uchun uni dogovor asosida yetkazib beriladi. Xo'p, aka, yana boshida nimani aytib o'tding? Molxonaga dedik. Molxonaga bu qanaqa funksiya? Molxonaga ham xuddi shu tarzda qo'yiladi. Kanalizatsiya uchun qanday qo'yilsa, shunday qo'yiladi. Uni ham bakteriyasi отдельный. Uni ham hidi bo'lmaydi. O'sha kelgan molxonani siydiga bormi, misol bitta siydiga bo'qlari o'tkazsa, o'shalarni suvga aylantirib beradi. Qo'pollashib ketmadingmi? Yo'q. Endi ochiq gapira, soha shu ochiq aytilganga yetmaydi. Shu. Aka, xo'p, bundan tashqari, aka, mana kichkinalarni. Bu hozir katta tashkilotlarga. Bular katta tashkilotlarga, bundan kattalarimiz bor. Endi mana kichkinalari mana nimaga oqtiribdi, bunaqalar kraskalangan. Bu kraskalangan farqi yo'q, bu vid uchun qilingan bu kraskasi. Bunday qo'ysa ham bo'laveradi, prosta vid uchun. Bu demak tayyor bo'layotgan jarayoni mana shu, tayyor bo'layotgan jarayoni shu. Aka, mana bu narsani haqiqatan kamaz o'tmaydi, o'tsa ham sinmaydi deysiz. Bu yozma ravishda bilan yo'q, bunga xonadonlardagi unaqa pishiq emas, chidamli emas, to'g'risini aytish kerak. Lekin bunga o'sha stashka qo'yib qo'yadi, yengil mashinalarga hech nima qilmaydi. Yengil mashina ko'taraveradi. Lekin o'sha katta narimiz bor, ularga javob beramiz, katta. Katta narxdagi, katta ob'yomdagi o'sha shunaqalarga boshqa narsa qo'yib beramiz. Agar mashinaga divizionga kiradigan bo'lsa, shularni ham, kichkinalarni ham qalin stinasi qalinimizdan bor. Xo'p, endi aka, ichkarida yasalayotgan joyini ko'rsatib bo'ladimi? Yo'q, aka. Sir uni. U sir, uni sir. Sir bo'ldi. Sir saqlanib qolinadi, ichka tayyor bo'lyapti, ko'rsatibsizlar. Endi aka, xo'p, bu yerga o'sha faqat
aytavering. Beyga mana misol birinchisiga shu hojatxona, hammom kimdirlar kuxnani aralashtirib qo'yyapti. Endi misol o'zim odamda o'zini anaqasi, aka. Mana uni endi hozir mana shu kundan boshlaganmiz, bitta cho'rniy xot uchun 5 yildanmi, 10 yildanmi nobodonda har xil narsa tushib qolib, misol Beyda bumaga hojatxonaniki ko'pik-mo'piklarda qolgan narsani hammasini o'tqina qiladi. Beyga qandaydir bir narsalar tushib qolsa, misol qattiq detal, misol, например, pampers, boshqa narsalar tushib qoladigan bo'lsa, suluchayna holatga qo'yib ketdik. Bunisi, 5 yildami, 10 yildami, 20 yildami to'lib qoladigan bo'lsa, bitta torqizlar yana ishilaveradi o'shanday tarzda. Buni eng asosiy qulaylik tarafi bitta chetda shu orada videoda boshida aytib o'tdik. O'sha hamma joyda har xilda bizda uyimizdan 30 metrda suv chiqadi. Endi bir xilga joylar yarim metr, 40 santimetr suv. O'sha suv zak joylarga, aslan zak joylarga ham bo'laveradi. Shu 1 metr, yarim metrdan suv chiqsa, buni o'sha holatiga qarab ko'miladi. O'sha shibyonga tashab ko'miladi. Shibyonkadan sathi sal balandroq bo'lsa, o'sha qo'yib yuborsa, shunday suv chiqib ketaveradi shibyonka tomonga. Shu joyda bitta narsani aytib o'taylik. Ximikatini ko'rsataylik, keyin narxlarni ko'rsataylik. Mana shu ximikatlari aka. Mana shu ximikatlari mana xonadon uchun, misol yiliga 3 marta tashlanadi, doktor Robiy degan. Ular katta obyektlar uchun. Xonadonga ham tashlasa bo'ladi, misol ko'ngli bo'lmaydigan odamlar tashlab yuborsa bo'ladi. Effekti zo'r bularda hammasini. Bundan boshqa turdagi naqalarimiz ham bor. Endi hozir shuni olib chiqib qo'ydik. Xo'p, aka, 1 yilga necha pullik rasxod qilishadi? Pulini ham aytib. Xonadonlarga qo'yilayotgani 1 yilga 180 ming so'mdan 200 ming so'mgacha rasxod qilishadi. Mana shu narsa. Mana shu narsalardan. Har kun tashlanadimi? Qanaqa tashlanadi? Yo'q, o'sha 4 oyda bir marta tashlanashadi. 4 oyda bitta. 4 marta bitta. Pashli unutaverar ekan. Ha, 4 oyda bitta, yiliga 3 marta. Yiliga 3 marta bemalol tashlasa bo'laveradi. O'sha uzog'i 200 ming rasxod qiladi. Ha, bu katta obyektlar qo'yiladigan bo'lsa, misol katta obyektlar qo'yadigan bo'lsa, shularga sal narxi naqalar ko'p tushganligi uchun, o'shani hisobiga katta obyektlar uchun tashlanadigan qimmatroq bo'ladi. Qimmat arzoni bor. Endi bir xilgilar aytish mumkin, aka menga qimmatrog'i 4 oyda emas 6 oy tashlaysa deb. O'sha qilib berilaveradi. Uni hammasidan bor, unda kirib kelish. Endi aka, mana shu kubaga hisoblanadi, litrga hisoblanadi. Bu xonadonlarga qo'yilayotgani mana shu 3 tonnalik, 3 kameralik shu 3 tonnalik xonadonlar uchun. Narxi-chi? Narxi buni hozirgi kundagi vaqt narxi Vodiyga 7 million so'm, Toshkentga 8 million so'm chiqilayotgan. Dastlabki montajimiz bor, joyini kovlatib, shibyonka trubasini olib berishadi. Olib borib, Vodiyga 7 million so'm, Toshkentga 8 million so'm montajni qilib beramiz. Bitta joy narsani aniqlashtirib ketaylik, aka. Bu 7 million bersa, Vodiyda bo'lsa. Shibyonka kovlab berishar, o'zingni yo'q, joyini yopdi, ochdi so'zlaridan bo'ladi. Bizga o'sha joyini kovlatib, biz razmerini aytamiz. Xullas, sizlar turbani olib olasizlar, qanaqa montajni o'zing qilib berasizlar. Qilib beramiz. Qolgan hali turban bilan o'zi olib beradi. O'zi olib beradi, uydaga solib beradi. Kovlatishlar o'zlari qilib berishadi. Ha. Hozir mana shu 7 million, Toshkentga 8 million, vohagachi aka. Nimaga desiz, Buxoroda men bilaman, G'ijduvon shahrida yarim metrda suv chiqadi. Vohaga aka kelishilgan narxda montaji juda oddiy. Agar jo'natib yuborsak, misol o'zimiz qilib yuborsa arzon tushadi. Misol o'zimiz boradigan bo'lsa, 2-3 ta joy, 3-4 ta joy bo'ladigan bo'lsa, olib borib montaj qilib bersa bo'ladi. O'sha uni kelishilgan holda. Uni kelishiladi. Uni demak, bu hozir mana shunisi 7 million Vodiyga, Toshkentga 8 million, voqea jicha oshishi mumkin. Uzunligini hisobiga qatga bog'liq. Nuqsi endi bizdan 1300 km. 1300 km shunday. Hop, endi aka, o nari kattalarni bitta narxini aytib o'taylik. Hozir kunda nechta? Kattalarini narxini dogovor asosida qilamiz. Dogovor asosida. Ha, kubasiga hisoblanadi. Ha, dogovor asosida qilamiz. Misol, uni katta obyektlar bilan misol kelishilgan holatda qilinadi. Ha. Hali kubasini aytsa, tonnasini aytsa, o'shanga qarab chiqarib, biz nechta qo'yishligini aniq bilmaymiz, shunda narx aytamiz ularga. Keyin aytiladi, katta obyektlar uchun. Xo'p, aka, mana eng kattamiz nima? Mana shuni ham bitta aytib o'taylik. Bu eng kattamiz suv uchun tayyorlab qo'yilgan. Bu suvga bundan kattalarimiz bor, 50 tonnalilarimiz bor. Ular katta obyektlarga, misol katta obyektlarga qo'ygan joylarimiz ham bor, boshqasi ham bor. Uni 50 tonnalilarimiz bor. Shu burchakda ham o'shani ko'rsatuvdi-ya, mana shu kattalik darajasi. Ha, o'shani kattalik darajasi o'shanday bo'ladi. O'shandan 4 donasi 50 tonna bo'ladi. Bu 12,5 tonnadan.
Bu 12,5 tonnadan. Buni ko'proq nimaga olasiz? Suv bochkaganmi? Suvga o'sha misol bir kunda 5 tonna, 4 tonna keladigan joylarga aka. Ya'ni mo'yka joylarga. Mo'yka joylarga o'sha 5 tonna, 4 tonna keladigan joy obyektlar bo'ladimi? Bunga yoniga bitta slif uchun qo'yib, Ha. bu katta moslabellar bu katta ajdani hisobida qoladi. Chirishi. Buni chirish anaqasi yo'q, buni stikloplastdan tayyor bo'ladi aka. Ha, o'shancha 50 yil bemalol. Bemalol garantiya beriladi aka. Aha, mana kimgadir qiziq bo'lsa, to'liq ma'lumot berdik. Agar qo'limizdan kelgancha kamchiliklarimiz bo'lgan bo'lsa, albatta uzr so'raymiz. Yoqdan bo'lsa bittadan like tugmachasini bosib qo'yasizlar. Do'stlaringga podlista qilinglar. Narxini aytib o'tdik, ximiyasini aytib o'tdik, yetkazib berishlarini aytib o'tdik. Agar biz berilmagan ma'lumotlarimiz bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqa chiqishaveradi. Agar telefon qilib tushisholmay qolsa, antenna chiqmay qolsa, internetingiz, ya'ni Telegram, WhatsApp, imo'ingiz bormi? Telegram, WhatsApplar bor, ishlab turadi, xudo xolisa. Ishlab turadi. Agar telefon qilib tusholmasalar, albatta bemalol internetdan, ya'ni o'sha Instagram xohlagan joyda Telegramdan, Telegram, WhatsAppdan. Telegram ha, WhatsAppdan yozishaversin. Bemalol. Aloqaga chiqishaveradi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Shu joyga ko'rganlarga albatta like bosib, do'stlarga podlista qiling. Biz xursand bo'lamiz. Sizlar uchun harakatdamiz. Ko'rishguncha deb qolamiz.